Assalamu alaykum dostlar. Yaxshi turibsizlarmi? Bugun biz ingliz tili o'rganishda yangi foydalanadigan bir kitob bilan yana bir kanalni sizlarga tanishtirmoqchi. Sizlar mu balkim ingliz tilini o'rganyapsizlar deb o'ylayman. Biz Uyg'ur tilini, ya'ni o'zimizning ana tilini pishiq bilishimiz kerak. Undan sırt özümüz yaşayotgan davlatdagi davlat tilini mu yaxshi bilishimiz kerak. Undan sırt ingliz tilini mu yaxshi bilsak bizga foydali bo'ldi ekan. İngliz tilida muhim bo'lganligi uchun keyin jiq foydali bo'ldi. Bu kanal biz mushu kitobdagi Kitobning sirtini, muqovasini ko'rsatamiz. Kitap mushu kitap. Bu ishkanlarniki ayrimlar. Bu Reading Comprehension for Kinder Kids. O'qib tushunish. Bolalar uchun chiqargan o'qib tushunish kitobi ekan. Buning birinchi bitini ayting. Birinchi biti Shundoq kitobda bu kitobni men o'zim to'rda PDF shaklida olgan shuni tushirib sizlarga kitob chiqarib berdim-ku. Buningda shundoq qisqa bir parcha bilan bo'ldi ekan. Uning ostida ishlaydigan mashq bo'ldi ekan. Shuningda mushu kitob bilan sizlar tunishtirmoqchi bo'lgan kanalning qanday munosabati bor endi? Kanalni ko'rib boqaylik. Bu kanalda biz o'qimoqchi bo'lgan, biz o'rganmoqchi bo'lgan mushu oldidagi birinchidagi bir parcha degandek ikkinchidagi narsalarni birma-bir o'qib tushuntirib bildik ekan. Masalan, avu qo'lning rasmi turg'ini naq ma'nodagi shu ekan taxmina. Shelly the snail. Nima debdi Zarina qizim o'qibmi? Shelly the snail. Aştaq temlik ekan to'q mana. Buningda ham o'xshash temlik turdi. Masalan, ashuni kirib baqsaq, bu yangidan qurilgan kanal. Masalan, shuni chekiraylik. Kirib, anlab boqaylik. Kitobning muqovasini ko'rsatdi. Bu kanalning nomi Mayu Academy. Mush kichik qizchaq o'qib ekan tekstlarni. Mana ayshinglar birlikda o'rganaylik debdi. Shelly the snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. She slides very slowly along the ground. One day she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. Tekst o'qib beradi hozir bizga to'liq. Shelly slept for 10 hours. She dreamt that she wasn't little anymore. She was huge. Oldindan bir qism o'qib berdi ekan. Undaki qanday qildi? Bir jumladan Ergishib o'qimiz. Shelly is a little snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. She is called Shelly because her home is a shell. She slides very slowly along the ground. Shelly slides very slowly along the ground. One day she slid a long way, about 100 meters. One day she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. She got so tired that she had to have a long sleep. Shelly slept for 10 hours. Shelly slept for 10 hours. She dreamt that she wasn't little anymore. She dreamt she wasn't little anymore. She was huge. She was huge. İşte bir cümle okudurdu. Onunki yamroqdan bir tekstni to'liq yamroq o'qildi. Yani anlamlı. Shelly
a snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. She slides very slowly along the ground. One day, she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. Shelly slept for 10 hours. She dreamt that she wasn't little anymore. She was huge. See you next time. O'qirdikan. Ana gün sizlar maqulonlarda kitob bor, bunga kim shu kitob qarab turib, tang agishib o'qisanglar. İngilis tilini işte güzel, chiroyli. Güzel, chiroyli o'qiyalaydan bo'ldik-miz. Lekin mashqlamish desak, to'g'ri gaplarni yozaydan bo'lamiz, ham gaplarni tushunadigan bo'lganmiz. Sizlar yaxshi ko'rdinglar-ku? Zafira qizim, siz yaxshi ko'rdingizmi? Yaxshi ko'rdik. Ha, endi mushunda o'rgansanglar İngilis tilini haqiqiy shu inglizlarning o'zining og'zidan chiqqan talaffuzdek, işte chiroyli talaffuz qilishni yaxshi mashq qila olaysizlar. Qayt anglab siz bir qitim to'liq o'qib berib, siz xeyli o'rganib oldingiz-ku shuni. Shelly the snail. Shelly is a little snail. She is called Shelly because her home is a shell. Shelly slides very slowly along the ground. One day, she slid a long way, about 100 meters. She got so tired that she had to have a long sleep. Shelly slept for 10 hours. She dreamt she wasn't little anymore. She was huge. İşte şunda yaxshi ko'rib bilgandinglar. Sizmi xilili yaxshi o'rganib qoldingiz, yana davomli bir qancha qitim anglasangiz, qachig'ingizga o'xshash güzel o'qiydigan siz-a. Ya'ni mashqlarni ota-onasining yetakchiligida birga ishlasa, cho'qim bir kurslarga berib o'qimasimi, işte foydali tegishli narsalardan foydalanib, o'rgangili bo'ldi ekan. Biz tag'yinida shuni o'rganishga boshladik. Endi birinchi darsni o'rganib mashqini ishlab baqdinglar, birinchisini. Ikkinchisini tag'i ishlamadik. Biz men yangi o'rgangan boshqa ikkinchisini tag'i qilamadik. Yani ögünüp veripçi kadar neslerini okup ögün kessek katlılaştır yaxshi bo'ldi. Endi mana shu kanalda ustidagi My You Academy deb yozilgan. Bu kanalda ikkisi chiqib qopti. Birisi birinchi oldidagi Shelly the Snail. Abay o'qigan Shelly the Snail. Undan keyin ikkinchi tekstmi chiqib qopti. Anna's New Bike deb. Bunun kanalning nomi shu My You Academy degan. Endi mushundagi davomli chiqib turadigan har haftada birdan yoki ikkidan yangi videolar chiqib turdi ekan. Shuni biz agishib o'sha kitobni chiqarib, mush kitobdagi hikoyalarni o'qildi ekan. Mush kitobni chiqarib olib, mushuni anglab turib, do'rab turib, tang o'rganib mangsa, ingliz tilida chiroyli, go'zal talaffuzni qilg'ili, lekin o'sha do'rab o'rgansibek unumli bo'ldi emas, mana shu o'rganib chiq narsalarni bilib olg'il ekan. Sizlar yaxshi ko'rgan ekan qachon? Yaxshi o'rganib olsak. Bir narsani o'qigan vaqtida xat yo'q bo'lsa ko'z oldiga kelgan bo'ldi. Xatlarni mashqlarda ishlasa, masalan, snail bo'lsa, oldinglarda xat yo'q bo'lsa, snailning yozilishini o'ylab bilalaydigan bo'lsalar, masalan, kanalda o'ylab. Hozirda unda qilolmaysizlar-ku. Endi boshlagan ekan. Hozir bu odamda. Men o'ylasam bo'ladi. Xudoyim bersa, ashta usti kitoblarni o'zinglar o'ylagandek. Shuning bilan bu yangi kitob bilan kanalni tanishtirishinglar. Tanishtirishimiz tug'ildi. Tug'ilma. Unda qilsa qanday xo'shlashisizlar? Allah'ım. Xudoyim bersa birlikda hammanglar yaxshi o'rganib tazkat ustik. Birlikda o'rgangisi bolalar o'rganaylik. Allah'ım.